Chunki er xotin bir-biriga shirin so'z aytmay qo'ydi. Shirin so'z bilan to'g'ri gapni farqi bor domla. Ko'pchilik to'g'ri gapni shirin so'z deb bilar ekan. Ya'ni to'g'ri oddiy gapni shirin so'z deb bilar ekan. Hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatib turgan vatandoshlar, bu ikkisi umuman boshqa narsa. Shirin so'z o'z nomi bilan shirin, eshitgan insonni xursand qiladigan. Siz asal yaladingiz yoki bir shirinlik yedingiz, kayfiyatingiz qanaqa ko'tariladi? Miyaga qanaqa serotonin, dopamin chiqsa, shirin so'zdan xuddi shunaqa dopamin chiqadi insonni. Erkaklarimizni aksariyati ayoliga shirin so'z aytmay qo'ygan. Shunchaki to'g'ri gaplashadi xolos. Ha, onasi yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bolalar yaxshimi? Men ishdan keldi, ha. Uyda nima kamchilik? Bu to'g'ri gaplashish. Bu yerda hech qanaqa shirin so'z yo'q. Bu odatiy to'g'ri gaplashish. Yoki uyda o'tiribdi ayoli, yoki televizor ko'rib o'tiribdi. Farq yo'q, nima ish qilsa. Yoki taom pishirib keldi ayoli, taom deb bo'lgandan keyin ha, rahmat, baraka top. Bu to'g'ri so'z, to'g'ri gap. Lekin bu shirin so'z emas. Shirin so'z qanaqa bo'ladi? Masalan, ishdan boryapti, onajonisi, yaxshimisan? Kechani Iklom Sharif domlani nimasida bor ekan? Sen mening xotirjamligimsan deb turing. Telefon qildingiz yoki ishdan boryapsiz. Telegramda shundoq ham bekerak odamlarga ham nimalardir yozasiz-da. Ishda o'tiribsiz. Onasi tinchmisizlar deb yozishdi o'rniga, onajonisi, yaxshimisan? Negadir seni sog'inyapman. Ishda o'tiribman. G'alati eshitiladi. Birinchi boshiga ayol ham hayron qoladi. Dadasi kasal-pasal emasmisiz deb joy yozadi. Nima aytib qo'ydingiz?